Degan sizlarga shunda yeyishlik ham chiroyli bo'lgan suzma bolkadan birini ko'rsatib o'tdim. Amsi birlikda yasayli. Bolkaning xamirini etishni jiq o'rgatdim. Mush bolka xamirimizni yug'irib olgandan keyin har bir tal xamirimizni mana shunda 80 gramdan uzib, mishta zul holatda ekilib olamiz. Bunu faşanga silip 40 minutdan 1 saatgacha bo'ldiramiz. Agar janda uyanglarda faşang bo'lmay qolsa va yoki dukkanda faşang bo'lmay qolsa, ustini po'shay moda yiplan mush holatda 40 minutdan 1 saatgacha tundirib olsak ham bo'ladi. Mana suzma bolkimizmi 40 minutda mush holatga kelibdi. Endi buning o'ttirini qo'limizda kesib olamiz. Buni o'ttirib suzma beramiz. Mana shunga o'ttirni mishta to'shiq qilib olamiz. Endi mana buni o'ttirga suzmani berib olamiz. Mana suzmasini berib olgandan keyin bir tal tuxumning sirqiga, bir tal butun tuxumni ustiga silib, yaxshi qo'chib ustiga bolkamizning ustini asta maylab olamiz. Mana mishta tepsini suyib olamiz buni. Mana mishta tuxumning sirqini suyiblam, darhol tuxumning sirqi qetib bo'g'ichi ustiga suvli chechib olamiz. Mana suvli nima olib bilasizlar? Men jiq o'rgatgan qanday qilish usulini. Endi buni ustiga bir taldan savmiy murabbasini qo'yib olamiz. Endi kavshog'imizni osti o'tni 180, usti o'tini 200 qilib 12 minut deb jo'rib pishadi. Mana oldi keyin 14 minut pishadi bu bolkimizni. Mana mishinda chiroyli chiqdi. Qaranglar shunda yaxshi mazmunlarni beryaptim. O'zim xo'shulab ketman mishinda chiroyli unalni o'gitib taqasanlarga. Agar yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, kontrollaringni, tenzanlaringni qat'iy unutmanglar. O'quvchi qabul qilyapmiz. Buni o'rganganlar bo'lsa, udul shajar kelinglar. Men shajarni saqlaymiz.